Aka, IT yoki biznes? Biznes ustiga qurilgan IT. Zo'r. IT mutaxassisi bo'lish uchun diplom qanchalik zarur? Qaysidir joyda kerak bo'lishi mumkin, ammo birinchi talab qilinadigan narsalardan emas. Ya'ni birinchi so'raladigan narsa u emas. IT mutaxassisi uchun eng qulay va mashhur dasturlash tili. Dunyo bo'yicha aytadigan bo'lsak, statistikalarga qaraganda, menimcha Python. IT mutaxassislar uchun eng qiyin narsa. Qiyin narsa ko'p. Tajriba orttirish, ishga joylashishsa kerak. O'zi IT mutaxassislari necha pul oylik oladi? Boshlanishiga ko'p bo'lmaydi. Kerak bo'lsa tekinga ham ishlaydi. Ammo ishga joylashgandan keyin, tajriba ortgandan keyin davlat xodimiga nisbatan ancha baland. 3-4 barobar, 5-6 barobar bo'lishi mumkin. Mana sizlarda Unicorp IT kompaniyasi bor va mana shu IT kompaniya tadbirkorlarga qanaqa foydasi bor? Tadbirkorlarni biznesini yuritib beramiz, tizimlashtirib beramiz, avtomatlashtirib beramiz. Qog'ozbozlik, xodimlar ustidan nazorat, barcha jarayonni tizimlashgan holga keltiramiz. Agar sizga shu turdagi xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, kompaniya bilan bog'lanishingiz mumkin.